Samsung S22 Plus telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi? Balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq vaqt xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 4500 mAh, litium polimer, lipon batareyalar tizimi mavjud. 45 vatt quvvatlagich talab qiladi. 45 vattdan kam bo'lgan quvvatlagich qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareyasi tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud. 15 vatt talab qiladi. Telefonning o'zi ham simsiz quvvat beradi. Tezkor quvvatlash mavjud. 64% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 1 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 6 soat 30 daqiqa. Telefon video tomosha qilishda esa 11 soat 26 daqiqani tashkil qiladi. O'yinlar o'ynashda 4 soat 42 daqiqa, kutish rejimida 106 soat. Umumiy avtonomiy holatda esa 19 soat 25 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.